Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz MOSFETdan xatosiz ro'yxatdan o'tish va pul chiqarishda tushuntirib o'taman. Bu yerdan ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Bu yerda mana birinchisi valyuta so'mda turibdi, o'zi avtomatik do'stlar. Ikkinchisi O'zbekiston so'mda mamlakat, O'zbekiston turibdi. Qaysi mamlakatda bo'lsangiz, Rossiyadami yo boshqa joyda almashtirishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu yerda uchinchisiga mana bonusni tanlang deyapti. Sport uchun, kazinolar uchun deyapti. Ikkalasidan birisini tanlasalaringiz bo'ladi. Uchinchisiga mana kazinoni tanlaganlaringizdan keyin to'rtinchisiga mana bu yerda promokod degan joyi bor. Promokod degan joyiga o'zlaringiz promokod degan joyga xuddi shunday kiritasizlar. Yozganlaringizdan keyin mana qo'llash deganni bosamiz. Bu esdan chiqib ketmasin do'stlar. Mana bu yerda mana promokod qo'llanilgan degandan keyin mana bu yerda o'yinni boshlash deb chiqadi pastda. Mana o'yinni boshlash. Mana do'stlar, bu akkaunt login bilan parolingizni galereyangizga saqlab qo'ying. Agar akkauntingiz chiqib ketgudek bo'lsa, xuddi shuni tersalaringiz bemalol o'z holiga kiradi. Davom etishni bosamiz. Davom etishni bosganimizdan keyin mana bu burchakda stillikni bosamiz. Endi do'stlar, birinchi qiladigan ishimiz mana bu tepaga shuni bossalaringiz ID turibdi, ID. Tepada mana raqamlar. Shu yerga bosamiz. Bu yerdan mana shaxsiy ma'lumotlar deyapti. Shaxsiy ma'lumotlarga o'tamiz. Bu yerda mana eng pastkisida masalan hujjat raqam, tug'ilgan sana. Mana bu yerdan telefon raqamni qo'llab qo'ying, telefon raqamingiz bo'lsa yoki emailni kiriting deyapti. Ikkalasidan bittasini kiritsangiz bo'ladi. Ikkalasini kiritishingiz shart emas. Keyin mana bu yog'ida familiya, ismingiz va barcha pastdagilarning barchasini to'ldirib chiqasizlar. Barchasini to'ldirib bo'lganlaringizdan keyin saqlashni bosasizlar. Saqlab bo'lganlaringizdan keyin mana bu yerda ism familiyangiz ko'rinadi o'zingizda. Keyin do'stlar mana hisob to'ldirishga o'tsalaringiz ham bo'ladi mana. Bu yerda mana bu yerda birinchisi hisobni to'ldirishingiz mumkin bu yerdan.
Bu yerdan mana mablag' chiqarish deb yozib qo'yilgan o'zi. Mana shunga o'tamiz. Profil to'ldiring deyapti. O'zingiz haqingizda to'ldirib bo'lganingizdan keyin bemalol pul kiritib yo chiqarishingiz mumkin, muammo bo'lmaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, hammaga rahmat. Obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin.